Fuqarolik huquqiy munosabatlari orasida yana bir ko'p uchrashuvchi masalalardan biri meros bilan bog'liq masalalar hisoblanadi. Xususan, ko'pchilikda shunaqangi savollar tug'iladi, ya'ni meros bilan bog'liq masalalarda bu vasiyat bilan yoki qonun bo'yicha merosxo'rlik masalasida ham birdek qo'llaniladi. Ya'ni bu fuqarolik kodeksida belgilab berilgan, ya'ni umumiy qoida sifatida vasiyatnoma bilan yoki vorislik huquqi bilan bog'liq masalalarda umumiy qoida sifatida meros uchun ochilish vaqti, qachon meros ishi ochiladi degan savol bilan bog'liq. Ya'ni shaxs vafot etgan yoki sud tomonidan vafot etgan deb topilgan taqdirda o'shandan keyingina meros ishi ochiladi. Meros ishi ochilish vaqti o'sha o'lim bilan yoki sud qarorida ko'rsatilgan taqdirda o'sha vaqtdan boshlab ochiladi va shundan so'ng merosxo'rlarga ulush masalasi hal qilinishi mumkin bo'ladi. Endi merosxo'r sifatida kimlar bo'lishi mumkinligi to'g'risida ham umumiy qoida belgilangan. Ya'ni bu aytaylik, meros ishi ochilgan vaqtda tirik bo'lgan shaxslar yoki vasiyat qoldiruvchi shaxs tiriklik vaqtida homilador bo'lgan va tirik tug'ilgan shaxslargina merosxo'r bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bu nima degani? O'sha meros ishi ochilgan, ya'ni meros ishi qachon ochiladi? Shaxs vafot etgandan so'ng. O'sha shaxs vafot etgandan so'ng meros ishi ochilishi bilan o'sha vaqtda tirik bo'lgan shaxslar merosxo'r bo'lishi mumkin. Bu vasiyatnoma bilan bog'liq masalalarda ham, qonun bo'yicha merosxo'rlik masalalarida ham birdek qo'llaniladi. Ya'ni aytaylik, merosxo'rdan avval vafot etgan taqdirda ular merosxo'r hisoblanmaydi. Ammo bir qoida bor, ya'ni qonun bo'yicha vorislik masalasida bunaqangi qoida belgilangan, ya'ni vafot etgan shaxsning merosxo'rlari, ya'ni birinchi navbatdagi merosxo'rlari aytaylik, shaxs vasiyat qoldiruvchi shaxs vafot etishdan avval vafot etgan taqdirda ham uning merosxo'rlari uni ulushini olishi mumkin deb ko'rsatilgan. Lekin vasiyatnoma bilan bog'liq holatlarda aytaylik, shaxs vasiyat qoldirdi vasiyatnoma bo'yicha, ammo ikkala shaxs, ya'ni vasiyat oluvchi ham vasiyat qoldiruvchi ham bir vaqtni o'zida vafot etdi yoki vasiyat oluvchi undan avval vafot etdi. Mana bu holatda u merosxo'r bo'la olmaydi. Sababi meros ishi ochilgan vaqtda u tirik bo'lmagan hisoblanadi. Amaliyotda bir shunaqangi masala kelib tushdi. Ya'ni meros oluvchi va meros qoldiruvchi, vasiyat qoldiruvchi va vasiyat oluvchi o'rtasida bir vaqtda vafot etgan va mana bu holatda vasiyat oluvchining merosxo'rlari vasiyatni olish masalasi bo'yicha da'vo qilyapti. Mana bu masalada vasiyat oluvchining merosxo'rlari ushbu holat bo'yicha vasiyatnomada ko'rsatilgan mulkni ola olmaydi. Sababi bu fuqarolik kodeksida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni meros ishi ochilgan vaqtda tirik bo'lgan shaxslar merosxo'r bo'la oladi. Ya'ni bu holatda ular birgalikda vafot etdi, ya'ni bir vaqtning o'zida vafot etdimi, uning ulushlarini olishning imkoni bo'lmaydi. Agarda sizga ham shu va shunga o'xshash masalalar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.